Nima qilamiz? Hozirdan ishlatmay turamiz. O'zim bilaman. Endi esa mana bunaqa qilamiz-da. Yoningda man nima bo'lsa ham degan qo'shiq eshitgansizlar. Yoningda man nima bo'lsa ham tabiatning larida mana o'sha cho'chqalarning qasri. Cho'chqalarning qasri. Endi esa biz mana shulardan foydalanamiz. Cho'chqa tuxumi kerak. Cho'chqa tuxum. Endi topish kerakdi. Endi istamayman qilamiz-da. Mana o'taman. Qo'lingni ol. Endi esa mana qilamiz. Cho'chqa tuxum. Mana qilamiz. Endi esa mana xo'jayini bitta bo'lmasa kerak. Bitta bo'lishi kerak. Ol. Endi esa mana qilamiz. Jala. Ketirasizlar. Mana saf cho'chqa. E'tibor bering. Cho'chqa. Mana nima bo'lsa ham bu sanduq. Qanday qasrlar ekan? Bu qasrda biz buni qilamiz. Ko'paytiramiz. Hujumlar vaqtida cho'chqalarga qarshi kim o'ynashadi? Mana bunaqa cho'chqani ochtirsa bo'lar ekan. Qanaqa cho'chqalarni ochtirsa bo'lar ekan? Hozir bu savolni qilaman. Yani kim bizlarni olishtirishdi? Nima qilsak bo'lar ekanmiz? Bilganing qiyoqmi? Endi esa bolalar bizlar to'yxona qilamiz. To'yxonada bo'lsa entdan qurum, nezirdan quramiz. Nima bunday boyni ochtiramiz. To'yxonani boshlaymiz. To'yxonaga nima qilamiz? Aytaymi, avval stollar kerak va o'rindiqlar, unaqa narsalar. 10 minutga o'chiringlar bo'ldi. Endi bo'lsa sen bu yermi? endi yo'q. Endi esta to'yxona men bu hozir borgan bilasizlarmi? Nesdaqiqa olimman. Ko'rishlar vaqtlar aro sayohatni nechada? Ha. Men boshqa dunyodan yo'qolib qoldim, lekin men dunyoga qaytdim. Bu hodisani qanday bo'lishini bilmayman. Bu g'aroyib hodisa edi. Men bu hodisani hayron qoldim. Qanday qayta olmadim keyin.
Asli hali ham narsalar o'sha yerda qolib ketgan edi. U ham.